kelisholmay qoldim Durdona Baratova bilan. Keyin Kunuzga telefon qiluvdim. 18-fevralga belgilandi va ko'rish. 500 dollar pul bersang, to'g'rilaymiz dedi. Yo'q, Короче, biz negativ qilamiz. Pul bersang, oqlaymiz. pozitivga aylantiramiz. Pozitivga aylantiramiz. Biz biznes shu dedi. Bizga aytishdimi, shunaqa siz haqingizda negativ narsalar chiqarmoqchimiz, rozimisiz deb chiqarishdimi? Demadim. Balkim namyoq kelgan bo'lishi mumkin, men tushunmagan bo'lishim mumkin. Misol uchun, men u narsaga berib bergan odam emasman o'zi. 17-fevralda meni chaqiryapti Kunuzga, lekin u hamkor 10-fevralda buyurtma bergan mahsulot. Go'yoki biz o'yladik, balkim atayin qilindimi deb. Assalomu alaykum, hurmatli kuzatib boruvchilar. Biz bugun tadbirkor ukamiz Ikromjon Tojidinovni ofislariga tashrif buyurdik. Balki xabaringiz bordir, kechagi kun Kunuzning YouTube tarmog'ida Ikromjon akamiz haqida bir ko'rsatuv e'lon qilindi. Shuning uchun hayron qolib keldik. Assalomu alaykum Ikromjon aka. Kecha Kunuzda chiqdingiz. Ko'rdingiz o'zingiz? Ko'rdim. Siz o'zingiz bordingizmi yo ular qaysidir efirdagi suhbatlaringizdan kesib o'zlariga olib ko'rsatuv tayyorlashdimi? Men o'zim bordim. Bir kuni yozishdi. Qachon bordingiz? 17-fevral kuni yozishdik. 18-fevralga belgilandi vaqt. Ko'rish vaqti belgilandi. Sizga aytishdimi, shunaqa siz haqingizda negativ narsalar chiqarmoqchimiz, rozimisiz deb chiqarishdimi? Ofisga keling, gaplashadigan gaplar bor deyishdi, bordik. Borganimizdan keyin kutib olishdi va xohlasangiz syomka bilan gaplashamiz deyishdi va syomka bilan gaplashildi. Men o'ylamadim, misol uchun bunaqa o'zini rejalari borligi to'g'risida. Siz bilmagansiz, ha? Yo'q, ular aytishdiki, bir ikkita shikoyatlar bor, o'sha shikoyatlarni o'rganyapmiz deb aytishdi. Keyin o'shanda sizni ham eshitaylik degan ma'noda chaqirishgan. O'shanda video yoqib gaplashsak bo'ladimi deyishdi. Ha, bemalol. Demak, ikkinchi tomonni fikrini eshitish uchun ular chaqirishgan. Va menimcha to'g'ri qilishgan. Shunday, bir tomonda shikoyat yozilgan bo'lsa, ya'ni shikoyat bilan chiqishgan bo'lsa ularga, ular aytishdiki, keling, siz bilan bir gaplashib ko'raylik degan ma'noda va qarshi bo'lmasangiz biz video bilan gaplashamiz deyishdi, bo'ldi. Keyin men aytdim, marhamat, bemalol video bilan. Lekin kechagi videoda, Kunuzning videosida piramida va tarmoqli marketingni solishtirishgan. Sizni go'yoki piramida bilan shug'ullanadigandek qilib ko'rsatishgan. Lekin avvalo boshida sizni oldingi davrdagi bir trendga chiqqan mavzular bor, ha? Ichki kiyimlar masalasi, tursak, ha? Keyin Amir Temur masalasi, infolutvoz deb sizni chiqarib yuborishgan. Mana shuni ozgina tarixini gapirib bersangizda, bu qayerdan bu ijtimoiy tarmoqlarga siz negativ nom bilan tanilib qoldingiz? Keyingi savolim, tarmoqli marketing va piramidani farqini tushuntirib bersangiz. Bo'ldi. İlk men tarmoqda, ya'ni ijtimoiy tarmoqda mana endi Instagram yuritamiz deb treninglar o'tamiz deb kirib kelganimizda ilk bir video chiqdi. Bizni Hilton mehmonxonasida o'tgandim va o'sha Hilton mehmonxonasida turistik temasi. Turistik temasi, ya'ni uyingga bor, o'g'lingni, o'zingni, otangni turistik ustiga qo'y degan ma'noda. Va o'sha video men o'zimni Instagramga qo'ygandim. TikTok'imga qo'yganman men u narsani. O'sha payt TikTok'lar moda bo'lgan va mashhur bir ijtimoiy tarmoqda u chiqdi. Va bir kunda ijtimoiy tarmoq faoli uni chiqarib yubordi. Ijtimoiy tarmoqdagi bir bloger, mashhur bloger, misol uchun men nomini aytmayman, mashhur bloger qo'ydi. Va mayda blogerchilar hammasi bir kunda yoyib tashladi o'sha. Turistik. Undan olib tarqatishdi. Hamma joy turistik bo'lib ketdi. Va u bloger men tanirdim. Chunki uni yonida men o'zimni eng yaqin o'rtog'im o'tirardi va bordim kechqurun. Borganimdan keyin akalar nima qildinglar? Men hali ijtimoiy tarmoqda unaqa negativ tarqalmagandi. Eng birinchini aytaman, 001. Keyin aytdiki, 500 dollar pul bersang, to'g'rilaymiz dedi. Yo'q-e. Bu 2021da bo'layotgan voqea. Birinchidan jahlim chiqdi. Ikkinchidan bermadim. Bermayman, nima qilsang qildim.
shah dedi ikkinchi kuni o'sha kunni o'zi o'sha kun bermayman degan. O'sha bloger so'radimi yo o'rtog'ingiz so'radimi? O'sha bloger so'raganda. Ha, bloger o'rtog'ingiz Ha, orqali. so'ragan. Va o'sha kuni Amir Temur qo'ydi. Keyin Turistdan Amir keyin. Temur. Turistdan keyin Amir Temur qo'yishdi kechib qoldi. O'z tursidan maqsad nima edi o'zi? Turistdan maqsad Men o'zi uncha kuzatmaganman o'shanda. u paytda bir biznesmen akamiz aytib bergandilar. Endi agar xohlasa kengaytirib aytib beraymi buni? Yoki Iloji bo'lsa qisqaroq, faqat mazmunni tushunaylik. mazmuni shunday iboratki, bir biznesmen oldiga o'rtog'ini, ya'ni jiyani kelgan, o'rtog'ini jiyani kelgan, so'ragan, sizga o'xshagan biznes qilgim kelyapti, sizga o'xshab uchastkalar, sizga o'xshab zo'r bizneslar qilgim kelyapti desa, aytganki, bir vazifa beraman senga. Uyingga bor. Uyingda kim bor? Ota-onam bor, bolam bor, o'g'lim bor. Xo'p, o'g'ling tursang stolga ustiga qo'y. O'zingni tursangni ham stol ustiga qo'y. Yo otangnikini ham qo'y. Kimniki yangi? Конечно, mani o'g'limniki yangi deganda. Ko'rdingmi, seni uyingda podsho o'zgargan. Podsho o'zgargan. Podsho o'zgargan. Uyingdagi podsho o'zgargan. Ya'ni siz tursik orqali sen bolangga ko'proq e'tibor beryapsan, ota-onangga e'tibor berishing shunaqa kerak ma'noda, demoqchi bo'lgansiz. O'zingga vazifa, ota-onang, o'sha otangga kiyimini yangi eskirmaslik ta'minla. Ayolingga ayt, onangni kiyimini eskirmaslik ta'minla degan vazifa bergan. Ya'ni ichki kiyimlari toza tutgin ularni. Yo'q, umuman общий kiyim to'g'risida gap ketgan. No, endi turistdan boshlaganda gapni esida qolish uchun aslida. Keyin agar mendan o'tib ketmasang, yuzimga tuflab ket degan. Keyin oradan bir 3 yil vaqt o'tgan, rostdan zo'r kuchayib ketgan, shu rostdan natija. Bu real bo'lgan. Real bo'lgan voqea, hayotda bo'lgan real voqea. Men o'shani Hiltonda aytib berganman. Tursik temasi deb. O'shanda odamlar esida qoladi. Ham tursik desa boshqacha nom baribir riski qoladi-ku. Qaqqaryapti degan tipa nazarda qo'yishgan. Kim o'sha mashhur bloger mashhur buni blogerdan keyin boshqa mayda blogerlar tarqadi. Keyin kesib o'sha joyni. O'sha imini kesib, birinchi o'zi kesib qo'yilgan. Uni men o'zim qo'yganman, o'zi TikTokda men o'zim qo'yganman. Keyin meni TikTokimdan olib, ya'ni Instagram TikTokimdan olib qo'yishganda endi. Keyin o'sha kuni chiqqan kuni mashhur bo'lib ketdi. Men ertasi kuni bordim, chunki juda katta masshtabni tarqaldi. Bordim, $500 so'radim. Endi biz tirikchiligimiz shu dedi. Короче, biz negativ qilamiz. Pul bersang oqlaymiz. Pozitivga aylantiramiz. Pozitivga aylantiramiz dedi. Biz biznes shu dedi. Biz shu narsani qidiramiz dedi. Keyin shundan keyin men jahlim tushib ketdi. Men $500 pulim yo'q dedim, bermayman dedim. Nima qilsang qil dedim. Ketdim. O'sha kuni kechqurun Amir Temur chiqdi. Keyin yana 3-4 kundan keyin yana boshqasi chiqdi. Keyin endi boshqa mayda blogerlar bunda boshqa videolarda ham demak bir narsa bordir deb yana qidirib topib YouTube'lari skachat ko'rib sinchiklab topib yana mayda narsalar bir 5-6 ta top narsalar chiqarishdi. Tekinga sizni qora PR qilishdi. Qora PR qilishdi va orqasida har birida, ya'ni boshqa ijtimoiy tarmoqlarda ham olib tashladesa, misol uchun pul so'raganlar bo'ldi. Shuncha pul bersang olib tashlaymiz. Buncha pul bersang olib tashlaymiz deb so'raganlar bo'ldi. Ya'ni o'shanda endi biz yosh bo'lganmiz, o'zi 5 yil oldingi gap bu. Endi bu narsa aqlimiz ham yetmagan, endi shunaqa bo'lish kerak bo'lsa kerak deganmiz. Ya'ni to'g'risi umrimizda unaqa narsaga duch kelmaganmiz. Shu bilan bu ham shu navbatdagi shunga o'xshagan narsa bo'lib chiqdi. Kunuz mana fevralda deyapsiz-da, hozir mart tugayapti. Bir oydan o'tibdi borganingizga. Ishora bermadimi shu ishga? Misol kelishsak bo'ladimi? Demadimi? Balkim namyoq kelgan bo'lishi mumkin, men tushunmagan bo'lishim mumkin. Misol uchun men u narsaga berib yurgan odam emasman o'zi. Ya'ni misol uchun negativ qilaman, keyin negativni pozitivlashtirib beraman, yoki qo'ymayman degan narsa. Chunki bizni men hayolimda yo'q narsa, ya'ni misol uchun o'zi yaxshi kutib olishdimi ular? Yaxshi kunuzdagilar shu. Endi nima odatdagidek kutib olishib. Chunki maqsad aniq bo'lsa, odatda birinchi, ikkinchi sheriklari infotsigandan atirchiga o'tdingmi degan ma'noda gapirdi. Ya'ni infololi yoki nima? Infololi deb kutib olishdimi? Infololi deydimi? Motivator dedi. Motivatorlikdan
nima deydi atirchilikka o'tdingmi tipa shunaqa namyon qilib kutib olishdi. Ha, sizni. Shunaqa ma'noda. Balki hazillashgan. Balkim hazillashgandir. Endi ular ham balkim nima deydi odam hazillashib. Xo'p, endi tarmoq marketing bilan piramidani ozgina tushuntirsangiz. Siz piramida bilan shug'ullanasizmi yo tarmoq marketing bilanmi? Umuman sizni faoliyatingiz qonuniymi? Albatta, biz tarmoqli marketing bilan ishlaymiz. Ya'ni biz litsenziyangiz bor, guvohnomalaringiz bormi sizda? Mana qarang. Tarmoqli marketing. Men o'zim kirib kelishimga 2007-yil kirib kelganman o'zim. Qariyb bu yil 19 yil bo'ladi, keyingi Xudo xolasa 20 yil bo'ladi. Ya'ni tarmoqli marketingni ishlab kelayotganimga. Tarmoqli marketing nima va moliyaviy piramida nima? Bu ikkalasi ikki xil masala. Misol uchun tarmoqli marketing qonunchilikda mumkin O'zbekistonda. Ya'ni sharti o'zingiz shaxs guvohnomangiz bo'lishi va NDS to'lovchi bo'lishingiz kerak. Qo'shimcha qiymat solig'i. Oldin litsenziya bo'lardi. Bu ulgurji savdo litsenziyasi bo'lish shart edi. 2016mi, 17mi ekan bekor qilindi. Chunki NDS joriy qilindi va 1 milliard so'mgacha boshqacha, 1 milliarddan keyin boshqacha bo'lib ketdi. Ya'ni o'shandan keyin ulgurji savdoniki litsenziyasi bekor qilindi va tarmoqli marketing guvohnoma va NDS guvohnomasi bo'lishi shart. Bizda u hammasi bor. Chunki biz import kompaniyamiz, ya'ni chetdan tovar quramiz va biz parfyumeriya sotamiz, atir sotamiz. Misol uchun har bitta kelgan mijoz o'zi uchun sotib oladi va sotib olganiga biz bonus beramiz. Tushunarli, lekin Kunuz bunday rakursdan gapirmadi va bir ikkita ayollarni telefon orqali murojaat qilganini namoyish qildi kechagi kundagi videosida. Bu ayollar kim edi ular? Yoki ular sizni mijozlaringizmidi yo hamkorlaringizmidi? Bu haqda nima deysiz? Bu haqda biz o'rganib chiqdik. Albatta bizga qiziq bo'ldi. Ya'ni kim ular misol uchun? Odatda bizga mahsulotni buyurtma berganida 45 kun ichida olish kerak bo'ladi. Agar bor mahsulot bo'lsa 3 kunda oladi. Agar yo'q mahsulot bo'lsa 45 kun ichida olish kerak bo'ladi. Agar mabodo force major bo'lishi mumkin. Ya'ni balkim yo'lda kechib qolishi mumkin. O'shanda biz tushuntirish etamiz. Nima deydi, kechib qolyapti, oldindan aytamiz, iltimos kutib turinglar deb aytamiz. Misol uchun force major holati bo'ladi. Va mana bittasini aytaman. Misol uchun bir narsa bilan go'yoki meni bir narsa o'ylantiryapti. 17-fevralda meni chaqiryapti Kunuzga, lekin u hamkor 10-fevralda buyurtma bergan, bir hafta oldin. Kunuz sizni chaqirgan kundan bir hafta oldin u buyurtma bergan. Bir hafta bo'lgan buyurtma berganiga. Bu sizda bor, buyurtma bergan sanalari bor. Sanalari bor. Bir hafta bo'lgan buyurtma berganiga go'yoki biz o'yladik balkim atayin qilindimi degan. Bizga taqdim qila olasizmi buyurtmasini? Biz montajda ishlatamizda. Qachon buyurtma bergan? Endi biz o'yladikki balkim go'yoki qanday qilib kelgan mijoz bir haftadan keyin birdaniga Kunuzga murojaat qilishi mumkin. Ya'ni hali hech narsa bilmay bir haftaning ichida nimani o'rganib. Ya'ni xuddi atayin qilgandek. Atayin qilganga o'xshagan ma'noda. Hatto 45 kun ham kutmasdan. Hali 45 kun o'tmasdan. Mana o'sha insonga mana endi 45 kun bo'lyapti misol uchun. Men To'rali Dilafruz Bekmurodovna 2024-yil noyabr oyida Premium Pro kompaniyasiga ishga kirganman va shu vaqtgacha bu kompaniyada ishlab kelardim, lekin o'rtada ayrim ustozlar bilan kelishmovchiliklar sababli muammolar kelib qoldi va 2026-yil 9-mart kuni kun o'ziga murojaat qilganman va yana 2026-yil 4-mart kuni ichki ishlarga ham murojaat qilganman. Hozirgi kunda bu murojaatlarim to'liq qanoatlantirildi. Kompaniyaga hech qanaqa da'voim yo'q. Arizalarim to'liq qanoatlantirildi. Primo Pro kompaniyasiga 2 oy oldin a'zo bo'lgandim. Sponsorim Durdona Baratova bilan kelisholmagan holatimda pul berganim uchun kelisholmay qoldim Durdona Baratova bilan. Keyin Kunuzga telefon qildim. Masalani hal qiling deb 2 oy oldin bo'ldi bu narsa. Hozirgi kunda hamma ishlarim hal bo'ldi.
Prima Pro kompaniyasidan davom yo'q. Ishlasa bo'ladi. Ya'ni aytmoqchi bo'lgan narsam, suhbatimiz davomida biz ham omborxonaga ham boramiz. Men ko'rsataman qanaqa tartibda bizning mahsulotlarimiz chiqadi, qanday buyurtma keladi, qanday chiqaramiz. Ko'rsataman u masala bo'yicha ham. Mana oldingi videolarimizda ham tarmoqli marketing to'g'risida gapirganmiz. Nima deydi? Agar qiziq bo'lsa uni ham ko'rish mumkin. Bemalol yana batafsil ko'rish mumkin. Sizni kanalingizda ham, meni kanalimda ham bor. Hurmatli kuzatib boruvchi, biz bunday ishlar bo'lishini 1 oy, 2 oy oldin xabardor bo'lgan edik. Va shuning uchun ham hujjatlar masalasida Ikromjon Tojiddinov puxta ishlab kelayotgan edi. Hatto kunimizda bu video chiqishini ham kutgan edik. Shuning uchun signalli sifatida 1 oy oldin Manius YouTube tarmog'i orqali suhbat e'lon qilingan edi. Mana kutilgan video kecha chiqdi va biz unga hozir javob sifatida yana video chiqaryapmizki, har bir aytilgan gap unchalik to'g'ri emas. Hatto ayollarni ham videodagi gaplarni eshitdingiz. Navbatdagi savolni beraman. Endi siz bu video orqali o'zingizga nisbatan tuhmatmi, bir haqoratmi, sha'ningiz toptilayotgan deb his qilyapsizmi? Bu masala bo'yicha biz 5 yil oldin bizning ustimizda aynan shu Kun.uz tomonidan, ya'ni subyektiv mavzu qilib olib chiqishgan. Bilmadim nima qasdi bo'lgan o'sha paytda. Uni indamaganmiz biz. Ya'ni shu odatiy bir infolni motivator qilib chiqarishgan bo'lsa kerak deb biz endi boshqa ishlarimiz ham bo'lgan, unga e'tibor bermadik. Ya'ni to'g'ri o'sha paytda ham bizning sha'nimizga, nomimizga misol uchun dog' tushgan, o'shanda ham misol uchun dog' ko'rganda ya'ni infologlar yoki motivator yoki kimdir mashenik yoki misol uchun bu safar albatta jim tura olmaymiz. Chunki maxsus advokatlar hozir ishlashmoqda uni ustida. Chunki shahar bedarvoza emas dedi-yu. Mana sizni ko'pchilik hatto meni Instagram sahifamda ham mashenik, aldoqchi va hokazo izohlar qoldirishadi. O'zimga ham ko'rsatdim. Sizni biron marta mana shu 168 bilanmi, firibgarlik bilanmi, aldoqchilik bilanmi ish qilib sudga chaqirishganmi? Siz sudlanganmisiz muqaddam? Umuman sudlanmaganman shu kungacha. Nega odamlar agar ular rostdan aldangan bo'lsa, ichki ishlarga yoki sudga yoki prokuraturaga murojaat qilishmaydi? Endi bular bitta narsa yoki bu odamlar o'zi aslida aldanmagan-u, faqat sizni raqobatchilaringizni ishi deb o'ylaysizmi? Orada raqobatchilar ham bo'lishi mumkin. Balkim, lekin men tahlil qilib ko'rganman o'zim uchun. Men bir o'tgan suhbatimizda ham aytganman-ku, kuniga menga 30 ta, 50 ta negativ yozishadi har kuni. Siz mana hozir aytyapsiz, Instagramga mashenik u bu deyapsiz. Menga u odatiy hol. Mana kecha chiqdi kunimizda menga juda oddiy holda tek qabul qildimda, endi ko'rdimda, qolganlar kuyim ketdi. Voy nimaga bunaqa chiqdi, bunaqa chiqdi. Noto'g'rimi debdi misol uchun. Menga u odatdagida, ya'ni kunim qanday boshlangan bo'lsa, shunday davom etdi. Va shunday tugadi. Va odatdagidek o'sha mashenik, odatdagidek firibgar, firibgar deyish uchun yoki mashenik deyish uchun men sudlanib chiqishim kerak qonun qoida bo'yicha yoki rostdan kimnidir aldab, misol uchun. Ya'ni bu yerda aybsizlik prezumpsiyasi bor. Mana misol uchun va tahlil qilgan narsamni aytmoqchi edim. 97% taxminan hayot uchratmaganman u insonlarni. Rostdan uchratmaganman. 2-3% sal bu yoqdan cheris tanish bo'lishi mumkin. Balkim aytmoqchi bo'lganim ham yoshlar. Men spetsialniy bolalarga vazifa qilganman-da. Necha yoshgacha yozyapti. Taxminan yuziga qarab aniqlaylar deganman. Ya'ni yozganiga qarab aniqlasak, birontasi 30 yoshdan oshmagan. Endi Ikromjon aka, Kam juda ham 30 yoshdan oshgan. buni narxini o'tgan safargi videoda $100 deydiz. Agar shuni 3 taligi bo'lsa, soliq va boshqa to'lovlar bilan birga $300 ga boradi deydiz. Lekin kechagi Kun.uz'ni videosida 4 milliondan oshiq narx deb belgilashyapti va bittasini aytishdi, adashmasam. Bittasini narxi shuncha degandek bo'lishdi. Men
o'sha joylarga e'tibor bermabman. Narx masalasiga qanday qaraysiz o'zi? Bu to'g'ri aytishdimi ular yo noto'g'ri aytishdimi, yolg'on axborot berishdimi? u yerda aniq emas narxi, chunki bizada har doim tovar keladi. Misol uchun biz ko'p holatda test ham qilamiz. Misol uchun qimmat serialda sotib olganmiz и narxlar oshib boryapti bizada ham. Например, nima deydi, bir kelganda birinchi boshida biz arzon mahsulotlar ham olib kirgan joyimiz bo'lgan. Endi bu tijoriy sir misol uchun. Lekin sotuv narxidagi mahsulotimizni 30%gacha boradi bizani tan narxlarimiz. Ya'ni uning ichida baribir logistika bor, tamojniy bor, ko'p xarajatlar yotadi misol uchun. Ya'ni O'rta Sharqda hozir mojarolar ketyapti, logistika yana qimmatlashgan. Qimmatlashdi. Misol uchun hozir bizani misol uchun mana korobkani biz aytaylik Xitoydan sotib olamiz. Mana yangi korobkalari aytaylik urush hisobiga hozir yo'lda to'xtab turibdi. Hali Xitoydan chiqqan yukimiz mana hozir qancha bo'ldi? Bu bir oycha bo'ladi yo'lda turganiga. Ya'ni to'xtab turibdi. Bu degani bizani bir oysiz korobkamiz yo'q degani. Zapas Hozir korobkalar. Xitoy tomonidan emas, Eron tomonidan urush bo'lyapti-yu. Xitoydan Dubay kiradi-ku. Oldin Xitoydan Dubayga kiradi, keyin Dubaydan bu moslanib bu yoqqa keladi. Yo'q, mana qarang, biz yangi korobka zakaz qilganmiz o'zi. Biz o'zi mana yangi mana ko'rib turgan upakovkangiz Xitoydan zakaz qilingan. Ya'ni bu birinchi yangi o'zgartirilgan anaqa premium darajadagi korobka, bu Xitoydan kelyapti. Xitoydan Dubayga bu. Xitoydan Dubayga. Korobkani o'zi. Korobkani o'zi. Siriya Fransiyadan kiradi. Bu suyuqligi Fransiyadan keladi. Spirti, ingrediyenti Fransiyadan kiradi. Va u Dubayda hammasi Dubayda qadoqlanadi-da. qadoqlanib O'zbekistonga keladi. Eksport qilinadi. Lekin faqatgina O'zbekiston emasda. O'zbekiston, Qirg'iziston, Markaziy Osiyo. Markaziy Osiyo. Mana saytga ham kirsangiz, o'zi belgilaganmiz. Ya'ni mana hozir bizni konkurentsiyasimiz hisobiga 1-martdan mana internetga kirib ko'rsa bo'ladi. Bittalik atirlarimiz mana shu turishi международный уровеньda, ya'ni xalqaro bozorda $50 sotiladi. Shu turishi $50. Misol uchun O'zbekistonda necha pul bu? O'zbekistonda $50. Hozir $50. Hozir $50. Buni hozir tushirdik. Ya'ni $50 ga tushirganmiz. Chunki nima deydi, hozir konkurentsiyamiz juda kuchli. Bozor kengayapti va kuchayapti. Oson emas raqobat qilish ham. Chunki bozor stabil emas. Shuning uchun biz o'ylagan narsamizni bir o'ylaymiz, ko'proq o'ylab qo'yamiz yoki kamroq o'ylaymiz, xullas stabilda qiyinroq bo'ladi. Ikkitalik atirlarimiz bor, u уже $100. Mana misol ko'rsatsam bo'ladi. Misol uchun men bu $50 ga sotamiz xalqaro bozorda, O'zbekistonda. Bitta donasi. Ikkitaligi, mana ikkita ham murskoy, ham женский, bu $100. Men bu uchtaligi, ya'ni uchtalik ochiladigani upakovkalari bu $250 xalqaro bozorda. $250 xalqaro bozorda. Xalqaro bozorda va O'zbekistonda so'mga chaqib sotiladi internetda. Ya'ni bizning o'zimiz maxsus veb-saytimiz bor, kirib bemalol plastik sotib olish mumkin. Naqd pul olmaysizlar? Yo'q. Nazarimda u ayollar naqd pul berdik deb gapirdi-yu. Ularda bitta masala bo'lishi mumkin. Misol uchun biza aytaylik 100 million so'm tushsa, misol uchun biza 30 million so'm, 40 million so'm bonuslar beramiz. Misol uchun sayohatga plyaj kiritamiz misol uchun. Bir xil aytishi mumkin, men sayohatga bormayman deydi. Sayohatga bormayman. Uydagilar ruxsat bermaydi deydi misol uchun. O'shanda o'sha bonuslariga biz mahsulot berishimiz mumkin-da. O'shanda mahsulotini nima deydi, bonusiniga bizada mahsulot jo'natib yuborishga to'g'ri keladi bizga. O'sha sayohatga bormayman deydi, men mahsulot beraman. O'shanda shunaqa holatda ular naqd olib, hozir zo'r narsa приложение chiqdi. Ya'ni dillerlaring o'ziga yuborilgan mahsulotni naqdga o'zlari sotishlari mumkin. Shunaqa, hozir zo'r narsa chiqdi, xolis degan. Mana hozir biz hammani shu narsaga tatbiq qilyapmiz, chunki daromad topsa agar, misol uchun aytaylik $50 ga sotdi misol uchun. Sotib oldi. 10% uniki, $5 misol uchun. Ya'ni shu $5 misol uchun u bonus-ku. Misol bizda endi plastik kechib olsa ham bo'ladi, bemalol nalogini to'lab.
yoki ko'chadan agar mabodo shu narsani nima deydi olib beraman desa o'sha 1% nalog to'lab keyin tushadi. Xolis degan приложение chiqdi zo'r hozir juda 1-yanvarda. Ular juda oddiy. Ya'ni bizani asosiy maqsad parfyumeriya sotish. Ya'ni bu parfyumeriya bular narxi 4 milliondan oshiq emas. Yo'q. 4 milliondan oshiq Unda bo'lgani nega ham bo'ldi. siz hozir bu 15 dollarga tushgan, 150 dollarga sotadi? O'zi tadbirkorlikda mumkinmi? 15 dollarga sotib 1,5 ming dollarga ham sotishingiz mumkinmi? Mulk tadbirkorniki. Xohlasa 10 barobar ko'p sotadi, xohlasa undan ko'p sotadi. Misol uchun, ya'ni yoqmasa olmasin, ha? Yoqmasa olmasin misol uchun. Ya'ni mulk misol uchun aytaylik men 1 dollarga sotib oldim misol uchun. Xohlasam 5 dollarga sotaman. Xohlasam 2 dollarga sotaman, xohlasam podarka qilaman. Misol uchun, chunki u meniki. Agar tadbirkorlikda misol uchun aytaylik misol uchun kimdir kelib qimmat sotasan, arzon sotasan deyolmaydi. Lekin degan joyi bor. Bozor bu baribir oliy hakamda. Bozor o'zi to'g'rilab qo'yadi. Ya'ni misol uchun agar men misol uchun aytaylik 30 dollarga chiqyapman. 30 dollar taxminan kelib tushadi. 30 dollar hamma narsasi. Men 50 dollarga sotaman. 50 dollar ichida 20 dollar nalogim bor, boshqa narsa, yana shunga hokazo misol. Agar men shu narsani 300 dollarga sotsam, bozor ko'tarmaydi. Ha. Qanaqa qilib men 10 barobar sotishim mumkin? Sota olmayman. Bozor o'zi shunday tushirib qo'yadi. Narxni bozor belgilaydi. Bozor kerak bo'lsa, sizda 10 dollar narsani 500 dollarga sotishim mumkin deyishingiz mumkin, lekin bozor o'zi sekin sizni tushirib qo'yadi. Yo'q, og'ayni dedi, bu 10 dollar tovarmi dedi. 10 dollar bozorda sani konkurentlaring misol uchun 100 dollar sotyapti. 100 dollar sotmoqchi bo'lsang, aytib 80 dollar sot deydi misol uchun. Shuning uchun bozor bu nima deydi? Mana ko'p tadbirkorlar bu narsani tushunadi. Baribir oddiy mana telefon oladigan bo'lsangiz ham mana 1000 dollardan oshiq telefon. Lekin sebestimiz qancha tushadi? Misol uchun bir 100 dollarga ham bormasa kerak misol uchun. Sotayotdik misol uchun. 10 barobar qimmat. Yoki Coca-Cola misol uchun ko'p bunday brendlar ko'rsangiz. Ya'ni aslida arzonga tayyor bo'lgan, lekin qimmatga sotiladi. Lekin bu baribir bilasizmi, bu Coca-Cola deysizmi, boshqa kompaniyalar deysizmi? Bular juda katta pullarni reklamaga sarflaydi. Mana ko'rib turibdi, hozir men oddiy bloger chiqyapti. Mana yaqinda 3 ta bloger bilan gaplashdik. Reklama bo'yicha gaplashdikda. Storiesni o'zi 1000 dollar deyapti. Stories. Agar video qilib beraman desa 2,5 ming dollar deyapti. Ha. Yoki yana bittasi bilan gaplashib 5000 dollar dedi. Misol uchun, ya'ni 5000 dollar deyapti. Nimani hisobiga qo'yilgan? 5000 dollar va to'g'ri ishlashgan o'sha ko'pchilik kuzatishadi. Men raddiyam yo'q unga nisbatan. Lekin narxi bor-ku ular ham. Demak, shunga yarasha auditoriyasi bor. Chunki ular ham o'zining narxini chiqargan, rostdan ularga rostdan beradi. Ha. O'sha nima deydi? Pulini. Chunki shunga to'g'ri keladi. Biladiki, rostdan men 5000 dollar to'lasam, o'sha blogerga oqlayman pulimni. Misol uchun. Xuddi haligi mashhur bloger sizdan 500 dollar so'ragandek. Siz-ku aniq bir mahsulotga pul so'rayapsiz. Shunday. U esa shunchaki oqlab beraman deb 500 dollar so'ragandek. Shunday. Lekin u infoluli emas, siz infoluli bo'lib qolyapsiz. Ha, shunday. Men infoluli bo'lib qolyapman. Ular chetda qolib qarsak chaqiribdi. Ha. Battar bo'ldi. Davay. Hurmatli kuzatib boruvchi, endi hozir Ikromjon Tojidov bilan sklad omborlariga bir borib ko'rmoqchimiz. Bu mahsulotlar qanday keladi va qanday egalariga yetkaziladi, bularni kuzatmoqchimiz. Faqatgina shu showroom ofisdan qaytib ketish niyatimiz yo'q. Agar ruxsat bersangiz. Bo'ldi, ketamiz, boramiz. Bo'pti, xo'p. Bahodir aka, men bu bizning skladimiz. Hozir bolalar ish jarayonini ko'rsataman sizga. Nakleykalar o'zi biz ko'pchilik olib kelmaymiz. Tashqaridan o'zi hech kim kelmaydi. Chek chiqarib berishni ko'rsatib bersangiz. Mana hozir ish jarayonini ko'ramiz. Zakaz tushganda sizlarda chek chiqarish bor, qayd qilish bor. Mana ish jarayoniga kirib kelyapmiz. Birinchi qiladigan ishimiz mana chek oladi. Mana buyurtma qildi, mijoz buyurtma qildi va buyurtmada Assalomu alaykum. Mana misol uchun mijoz buyurtma qildi, keyin chek chiqadi. Mana chek chiqazing. Mana buyurtma qilingan. Bu har bir buyurtmaga bittadan chek chiqadi. Har bitta buyurtmaga va kompyuterga uriladi u. Ha, mana misol uchun
5 ta aytaylik chek chiqdi mana. Ha. Aytaylik hozir 28 fevraldagi mana tarqatilish boshlayapti. Xondamir Norqulov misol uchun. Ya'ni hozir siz bilan birgalikda tayyorlaymiz. Ha, shuni tayyorlaymiz. Shuni tayyorlaymiz. To'xtang, yana bitta narsada siz korobkalar qadoqlanishini Dubayda bo'ladigan deysiz. Bu nima bu? Mana qarang. Bu o'zimizniki-yu. Ha, bizada mana mahsulot Ha. mana e'tibor bersangiz, mana ko'rsangiz bo'ladi momentlar mana videoda. Premium fragrance. Ya'ni bu bizani o'zimizni birgalikda ochgan kompaniyamiz, ya'ni zavodimiz Dubaydagi, ya'ni ishlab chiqarish. Oldimizda Euroline kompaniyasi bo'lardi. Mana kunimizda ham ko'rsatgan. Lekin bu premium fragrance mana ilk atirlarimizni olishni boshladik. Mana misol uchun mana bu atir. Oldin biz shuni tarqatardik. Shu Dubayda bo'ladi. Shu Dubaydan keladi bizga. Shu holat. Shu holatda Bu nimaga kerak bu? keladi. Bu bizni tajribamizdan pochta qilib jo'natamiz-ku. Quyoshda qolib ketadi, suvda qolib ketdi, u bo'ldi, bu bo'ldi. Juda nima deydi, mijozga yaxshi yetib bormagan. Mahsulot sifati buzilib bordi. Mana bu korobka. Biza mana bu korobkani alohida chiqardik O'zbekistonda. Buni alohida chiqaramiz. Mijozga yetib borsin, chunki sotib olayotgan narsasi qiymati 1 million 250 ming so'm, misol uchun ikkitalik atir. Bu 1 million 250 ming so'm. Bu 1 million 250 ming so'm ikkitalik atirimiz va mana upakovkaga solinadi. Upakovkaga solinib, qadoqlanib, keyin alohida bu korobkani salofanga solamiz. Ya'ni salofan ham endi Salofan teskari teshikligan, narigi tomondan ochilmaydimi bu? Yo'q, bu maxsus. Maxsus qilingan. Mana misol uchun solib aytaylik solinadi. Nametidan olib mijozimizga mana tayyor bo'ldi. Endi mana shu chekni olib orqa qulay tomoniga mana ochilmaydigan joyi bor. Ochilsa bilinishi uchun plomba qildi. Mana. Endi bu tayyor mahsulot mijozga tayyor bo'ldi. Endi olamiz, mana bu joyga qo'yishadi. Bu o'sha mijozlarning hammasi cheki bilan turibdi. Cheki bilan turibdi, ko'radi, tekshiradi, berib yuboriladi. Mana haligi kunimizda gapirgan ayollar ham shunaqa mahsulotni turibdi. Mana misol uchun lekin olgan yo'q, ular. 2025 ga umuman bizani qarzimiz yo'q, to'g'rimi? Ya'ni 2025-yilga umuman qarzimiz yo'q. Mana hozir fevral oyi chiqyapti. Ya'ni fevral oyi buyurtmalar chiqyapti. Misol uchun fevral oyida buyurtmalar endi mana sekin-sekin mana nima deydi? Demak, 45 kun ichida sizlar tayyorlaymiz degansizlar. Fevralda olgan buyurtmalarni martda bemalol qadoqlab tayyorlab turibsizlar. Shunday. O'sha 45 kun ichida jo'natib beramiz. Force majorlar bo'lib qolishi mumkin, 50 kun bo'lib qolishi mumkin. Shunday holatlar bo'ldi. Biz jo'natganmiz tovarlarni, tovar yo'lda yo'q bo'lib qolgan. Ya'ni shunaqa menejerlarimiz bo'lgan, ya'ni o'zlashtirgan mahsulotlari. 2025-yil hisobiga biz umuman hech kimdan qarzimiz yo'q. Agar kimdir mana aytilsa, misol uchun bir opa mana kunuzda opa aytdilar, 6 oydan beri mahsulotni ola olmayapman deb aytdilar. Misol uchun aytaylik, kim edi? Misol uchun bittasini ko'raylik. Misol uchun Dilafruz To'rayeva deyaptilar, misol uchun. Bularga chiqib ketgan, to'g'rimi? Ya'ni bular qabul qilgan sponsor xolasini qizi ekan. Xolavachchasi. U o'sha ovuli taqdim etmagan. Xullas, jo'natilgan bu mahsulotlar, lekin olishmagan. Xolasini qizi qabul qilib olgan. Xolasini qizi qabul qilib olganmi bu? Qabul qilib olgan, lekin vaqtida berishmagan. Qo'liga yetib kelmagan. O'sha qo'limga kelmaganda o'sha ariza bergan. Qo'limga yetib kelmagan, lekin demak, o'zlarining muammosini sizlarga yuklagan. to'nkab qo'ygan, Shunday. O'shaning uchun bizda 2025 holatiga umuman qarzdorligimiz yo'q. Shuning uchun biz har doim harakat qilamiz tezroq yetkazishga.
lekin sifatli xizmat ha, ko'rsatishga. ha? chunki har bitta detalga e'tibor berganmiz, chunki mijozning qo'liga mahsulot sifatli yetib borsin. Chunki tajribamizda ko'p o'tgan, suvda qolib ketgan, yomg'irda, quyoshda, o'shaning uchun maksimal darajada harakat qilamiz. Mana bu qo'shni xonada ham xuddi shunday xona bor. Bu yerda bizani korobkalarimiz, salafanlarimiz va yana boshqa mahsulotlarimiz saqlanadi. Xomashyolar bor. Xomashyolar saqlanadi. Ya'ni shu yerda bolalar ishlashadi. Shu yerdan, ya'ni O'zbekiston bo'ylab showroomlarga tarqaladi. Ya'ni kelib, ko'rib, tekshirib, Tushunarli. Hurmatli kuzatib boruvchi, shu bilan ko'rsatuvni yakunlaymiz. Kuni kecha Kunduz YouTube tarmog'ida chiqqan Ikromjon Tojidinov haqidagi ko'rsatuvni hammasi ham to'g'ri emas. Nima sababdan Kunduz jurnalistlari mana bunday joylarga kelib, kompyuterlarga qarab, mana bunday cheklarni nazoratdan o'tkazib, aslida nima bo'lgan edi deb ozgina surishtiruv o'tkazishmagan. Bu ham bir savol. Lekin boya suhbat davomida sudga berish masalasini advokat bilan maslahatlashyapmiz deyishdi. Balki yolg'on guvohlik bergan ayollarga nisbatan, balki Kunduzga nisbatan, har nima bo'lganda ham necha yillardan beri insonni sha'ni, qadri toptalyapti va bugun Ikromjon Tojidinov yetar bas, bu ishga nuqta qo'ymasam bo'lmaydi degan qarorga kelishmoqda. Voqealar rivojini kuzatib borishni unutmang. Keyingi efirlarda ko'rishguncha xayr deb qolamiz. Rahmat sizlarga.